kiring. Javohir Ilhomovich mumkinmi? Do'stim, kel. Yangi lavozimda muborak bo'lsin. Keldi. Xo'sh do'stim, o'zingda nima gaplar? Qishloqda qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Qishloqni qo'ya tur. Qishloq o'z joyida. Seni ko'targaningni eshitib, tabriklar uchun oldinga yugurib keldim. Rahmat. Bitta muammom bor. Xo'sh, mag'zma. Singlim yaqinda o'qishni tugatdi. O'shanga yaxshi maoshli ish qilyapti. Bo'ldi, tamom. Biz qilamiz. Quruq rahmat emas, yaxshigina rozi qilamiz. Bo'ldi. Ertaga singlingi bor. Bilsamaydimi? Marhamat, keling o'tiring. Xo'sh, qizlar. Bilsam sevinch, Asrakamda bo'lganda ish masalasida. Diplomingiz bormi? Buni Asrakam berdi. Yo'lda ishsiz fan. Korrupsiya har bir jamiyat kelajagining kushandasidir. U bilan kurashish nafaqat hukumatning, balki har bir insonning burchidir. Unutmang, halol jamiyat buyuk davlat poydevoridir.